210 metr kvadrat hovli joy tashkentga solingan. Eldan 7,5 metr ichana kadar 28 bolam shunda. Ko'chaning kengligini qarang, kattagina ko'cha. Bu tarafi ham katta. Sputnik ikki etajli orqa tarafi. Tashkentga solingan. Darvozadan kirasiz, mashinangizni qo'yasiz. Bu tarafi zeleный zona. Iberingizni xalasiz aqua bilan beklaysiz. Prixожий zona qo'yasiz ham bo'ladi. Kirganingizdan dalon. Bu tarafda lestitsa siz kelaman deyincha lestitsadan bitadi. Umalik joyi. Chap tarafimizda zoli. Ihvo qarang. Kattagina zal. Birdan ana to'shib patologlar tufashik bo'lgan. Suv o'chishlar qo'yilgan. Bu yerimizda tuv zonasi. Bu tarafimizda spalni. Mening kattagina spalnisi. O'zi ham katta. Aynasi orqa tarafga qaragan, bog'ga qaragan. Uni bog'i bu orqa tarafimiz. Bu yerimizda patologimiz ham shunday. Birinchi etaj spalni 100% plita bilan bastilgan. Bu yerimizda esa ko'knisi. Simlar polishga turibdi, issiq suv, so'q suv. Kanalizatsiya turbalari kelib turibdi. Iberiz esa sizni sanuzelingiz bo'ladi. Kattagina sanuzel ko'rib turganingizdek, ajoyib kattalikda. Patolog filtr bilan bostirilgan, portikalar qo'yilgan. Endi bog'i. Mening bog' taraf ham yaxshi yo'lan, kengina bog' taraf. Zelený zonasi bor, shoshlik, poshlik hamma narsa topcham qo'yib bersangiz ham bo'ladi, sig'adi bemalol. Endi shu bitmay turgan zinamizdan chiqib beramiz. Siz kelaman deyincha zinani bitiramiz, xudo xolasa. Shu lestitsadan chiqqanimizdan keyin yo'lakka. Yo'lakchaning oxiri balkon, keyin zal, bu yerda bir spalni, bu yerda yana bir spalni. Bu spalnimiz radiatorskiy, ya'ni kattalan spalnisi. Chunki sanuzel bor. Ikkinchi etajimiz polni 100% amir og'ach bilan bostirilgan. Bu sanuzelni yarısini garderob, yarısini sanuzel versiyasi ham bo'ladi. Kattagina aynasi bog'ga qaragan. Endi bu tarafimizga o'tadigan bo'lsak, bu yerimizdan yana bir spalni kattagina, lekin bu spalnimiz ham ulug'. Yaxshi yo'lan. Aynasi bog'ga qaragan. Yo'lakcha bo'yida davom etsak, zal. Birinchi etajdagi zalning ulug'ligida shunday zal. Katta yana zal, aynasi el tarafga qaragan. Ko'rib turibsiz. Endi bu tarafimizda esa oxirgisi balkon. Kattagina balkon. Paxsa qarang, 1,5 ko'cha o'rtadi paxsa. Aytib o'tganim, manzilimiz Sputnik 2 etajning orqasidan shunday girib kelasiz. Yo'limizda Tashkentga solingan 7,28 210 kvadrat. Hovli joyimiz pulini keladigan bo'lsak, puli 640 million so'm pul. Listitsasi bitadi. Shunda belgiladi. Agar bu hovli joyimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomeriga telefon qiling, zar aloqa chiqing. Obuna bo'lib qo'shningizdan chiqarmang. Hech sabab yozdan chiqarasiz. Bas, bering shuni. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.